Assalomu alaykum barchaga. Siz yana King Motors avtosalonining YouTube'dagi rasmiy kanaldasiz. King Motors har doimgidek yangiliklar qilishdan charchamaydi. Bugun sizga Depal S07 2026 300 Ultra avtomobilini ko'rsatmoqchimiz. Yangilangan va 300 Ultra nomini olgan avtomobil. O'zgarishlar juda ham ko'p bo'lgan. Video davomida aynan shu o'zgarishlarni sanab o'tamiz. Yon tomoniga o'tganda birinchi bo'lib ko'zimiz tushadigan narsa bu disklar avtomobilni. Bu yerda 255 ga 45 R20 razmerdagi shinalar va 20-razmerdagi disklar qo'yilgan va 5 yulduz shaklini bizga eslatib yuboradigan dizayndagi yangilangan disklar avtomobilimizda bor. Old qismiga o'tadigan bo'lsak, o'zgarish aynan chiroqlarda. Oldingizda bilasiz, qo'shimcha opsiya sifatida pastki qismni yonadigan qilsa bo'lardi. Bunda esa qo'shimchasiga mana bu qismlar ham yonadigan bo'lgan. Bu bizga Depal S09 ni ham ozgina eslatib yuboradi. Bilsangiz, birinchi bo'lib shunda chiqqandi va mana bu qism endi xohlaysizmi yo'qmi o'zi yongan holatda bo'ladi. Oldingizda qo'shimcha opsiya edi-ku pastki qism. Bunda yuqori qismni yonishi bir xil endi. Bitta lupali edi oldingizda, bunda ko'ryapsiz, ikkita lupali qilingan va pastki qismga qo'yib o'tilgan, juda ham chiroyli va adashmayotgan bo'lsam, mana bu ham o'zgargan. Ya'ni radiator panjaralarining shakli ham ozgina o'zgartirilgan. Oldingizda to'g'ri bo'lardi, gorizontal shaklda, bunda ko'ryapsiz, chiroyli shaklga keltirilgan. Old qismda 6 ta parktronik sensorlar avtomobilimizda bor. Bu degani avtoparkovka, ya'ni avtomatik to'xtash joyiga qo'yish tizimi bor degani va bu biz deyarli barchasini sizga ko'rsatganmiz YouTube'da. Kanalimizda ko'rsangiz bo'ladi. Depal S07 ni 285 ni va 285 qo'shimcha opsiyalisini, 285 ni 2025 ni ham ko'rsatganmiz, kameralar qo'shilganini va endi sizga Depal S07 ni 2026 300 Ultrasini ham ko'rsatyapmiz. Bu degani kameralar avtomobilimizda bor. Eshiklarini ochishimiz bilan ko'ryapmiz. Bu yerda ramkasiz eshik oynalar xuddi shunday saqlab qolingan. Eshiklarda faqatgina bunda tortib olish funksiyasi yo'q. Uni oldin ham aytib o'tganmiz. Bu funksiya zavod tomonidan olib tashlangan avtomobilda. Gabaritlarda o'zgarishlar yo'q. Podveska old qismida McPherson, orqa qismida esa to'liqligicha mustaqil bo'lgan ko'p bo'g'inli podveska tizimidan foydalanilgan. Orqa tomonini ko'rayotgan bo'lsangiz, deyarli bu yerda hech qanaqangi o'zgarishlar yo'q. Hamma narsa o'z holatida saqlab qolingan. Agar siz qandaydir kichik bo'lsa ham o'zgarishni ko'rgan bo'lsangiz, ya'ni payqagan bo'lsangiz, bizga nisbatan izohlarda yozib ketishingizni so'rab qolamiz. Yukxona xuddi shunday elektron tarzda ochilib, yopiladigan funksiyalari avtomobilda saqlab qolingan. Leapmotor C16 avtomobili birinchi bo'lib kelganda eshik dastaklarini qo'l tiqib ochish kerak edi. U ko'pchilikka yoqmagani uchun o'zi chiqadiganiga almashtirdi 2026-yilda. Bunda esa bilasiz, o'zi elektron tarzda chiqadi, eshik ruchkalari va juda ham chiroyli tarzda turadi. Endi kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, lekin yaxshi bo'lgan ruchkalar, shuning uchun bu yerda eshigini aynan dastaklarida o'zgarish bo'lmagan. Ko'ryapsiz, obshivkalarda yaxshigina o'zgarish bo'lgan. Charm ranglari apelsin rangidagi charm, yuqori qismda yumshoq bo'lgan materiallardan foydalanib o'tilgan va o'zgarish aynan mana shu qismida. Dolby Atmos yozuvlari va karnaylarimizda ham bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ambient chiroqlari qo'yib o'tilgan. Mana bu qismda ham ambient chiroqlari ko'rinib turadi va rangi o'zgarsa juda ham ko'proq qilingan bunda. Oldin 64 xil rangga o'zgartirsangiz bo'lardi, endi esa 256 xil rangga o'zgartirishingiz mumkin. Oynalar esa qarang, to'liqligicha 2 qavatli oynalardan foydalangan. Mana shu qismda ham o'zgarish bor ekan. Mana yaqinroq kelganda ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda oynali shaffof materialdan, ya'ni plastmassadan qo'yib o'tilgan, juda ham chiroyli bo'lgan. Oldingisiga nisbatan bu yerlarda ham kichik o'zgarishlar bo'lgan. Avtomobilning ichki qismida ham o'zgarishlar ko'p bo'lgan. Rullar to'liqligicha o'zgartirilgan rul va ambient chiroqlarning yonib turishini qarang, juda ham chiroyli tarzda va boshqacha yechim qilingan. Mana bu yerda narsa qo'yish uchun joylar oldinga saqlab qolingan. Bardashoklar ham bor. O'zgargan narsa asosan ambient chiroqlarida va ko'zoynak qo'yish uchun joylar ham bor. Panorama tom funksiyasi saqlab qolingan, pardalari ham bor, albatta yopiladi. Head-up displeylarimiz ham avtomobilda xuddi shu holatda. Endi eng katta asosiy o'zgarishlardan biri avtomobilda mana bunaqangi noloviy gravitatsiya, ya'ni nol tortishish funksiyasi ikkala old o'rindiqlarda ham bor va massaj funksiyalari ham endi haydovchi o'rindig'ida ham bor. Bu qo'shimcha opsiyasiz zavoddan o'zi chiqqan variant hisoblanadi. Endi qo'shimcha opsiya qilmasangiz ham 300 Ultrada xuddi mana shunaqangi massaj va nol tortishish funksiyalarini olishingiz mumkin. 3D shaklda avtomobilni to'liq mana qarang,
boshqarsangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli va kamerani sifati ham bu yerda anchayin chiroyli qilib o'zgartirilgan. Hozir sizga kameralarni ko'rsatamiz. Mana qarang. Huawei bilan hamkorlikda ishlangan. Shuning uchun kameraning sifati ham o'zgargan. Orqa tomon, oldi tomon va uchidaga ham o'zgartirib, bemalol avtomobilni aylantirib ko'rsangiz bo'ladi. Mana shu qismga bosishimiz bilan qarang, lidar tizimi, ya'ni avtopilot tizimi avtomobilni, ya'ni avtomobillarning o'qishini ko'rsatadi. Orqa tomonda avtomobillar, mana oldi tomondagi avtomobillarni va yondagi avtomobillarni ham o'zi ko'rsatib turibdi. Deyarli xatosiz ko'rsatyapti. Oldida qarang, mana bu yerda bitta, bu yon tomonda bor edi. Tomonda mana xuddi shunaqangi 4 ta avtomobil turibdi. Tashqaridagi ham avtomobil bor deb ko'rsatyapti bu yerda. Hamma narsasi zo'r, ishlashlariga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Orqa qismiga ham o'tirib oldik va bu yerda ko'ryapsiz, o'tirish uchun joy yetarlicha, panorama tom ham bor va qarang, o'zgarishlardan biri nima bo'lgan? Oldingisida mana shu qismda tugma bo'lardi, bossangiz elektron tarzda eshiklari ochilardi. Xitoyda ko'pchilikka yoqmadi bu narsa, eshiklarni endi odatiy holda mana bunaqangi dastaklarda ochiladigan qilishdi. Bu juda ham zo'r qulaylik, shuning uchun mana shu qismda alyuminiydan chiroyli bo'lgan joylar ham qo'yib o'tildi. Va bu avtomobilimiz 300 Ultra, o'zgarishlar aytdik, oldi o'rindiqlarda massaj funksiyalari bor hamda mana bunaqangi muzlatgichlar ham qo'shilgan. -6 gradusgacha sovutadi, +50 gacha bemalol isitish funksiyalari bilan jihozlangan muzlatgichlarni ham endi siz aynan Depal S07 300 Ultra 2026 avtomobilda ko'rishingiz mumkin. Endi esa texnik xususiyatlarini aytib o'tadigan bo'lsak, avtomobilimizni oldingisida 249 ta ot kuchi bor edi, 0 dan 100 gacha 709 soniyada qo'zg'alardi. Bunda endi 272 ta ot kuchi bor, 0 dan 100 gacha esa 706 soniyada qo'zg'aladi. Maksimal tezlik 180 kilometrni tashkil qiladi. Elektr energiyasi sof yurishi bu hozir 300 kilometr CLTC da, to'liqligicha VLTC standartlari, ya'ni reallikka yaqinroq bo'lgan standartlarda 215 kilometr masofani bosib o'tadi. To'liq gibrid shaklda esa 1345 kilometrgacha bo'lgan masofalarni aynan shu avtomobilimizda to'la bak yoqilg'i hamda to'liq elektr bilan bosib o'tsangiz bo'ladi. Batareya ham bu yerda o'zgartirilgan. Oldingisida 34 kilovat sig'imga ega bo'lgan temir fosfat batareyalar qo'yilgan bo'lsa, bu yerda to'liqligicha yangilangan va kattaytirilgan, ya'ni kattalashgan quvvatga ega bo'lgan 39 kilovatlik batareyalar avtomobilimizda qo'yilgan. Aynan mana shu yangilangan 300 Ultra Depal S07 avtomobilni siz King Motorsdan 1 yil kafolati bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 33.500 AQSh dollari deb baholangan. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Sizni King Motorsda kutib qolamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va mana shu shunaqangi avtomobillarni olishni niyat qilib yurganlarga videoni yuborib qo'yishni esdan chiqarmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, bizni kuzatishda davom eting. Yangiliklar albatta bizda bo'ladi.